Sohibqiron Amir Temurning Hindiston ustidan qilgan g'alabasi haqida o'qiganmisiz? Hozir sizlar bilan shu mavzu haqida gaplashamiz. Shavkatli Amir Temur Dehli qal'asiga yaqinlashganida xabarchilar unga hindlar oldinda 200 ta qutilgan fil va yana son sanoqsiz lashkari bilan kutib turgani haqida xabar yetkazishadi. Shunda Amir Temur jangchilarim fillarni ko'rib vahimaga tushib qolmasmikin deb o'ylab qoladi. Chunki askarlari birinchi marta fillar bilan to'qnash kelishi edi. U o'ylab oxiri hiyla ishlatishni ma'qul ko'radi. Qachonki fillar ular ustiga yurish boshlaganda oldindagi jangchilar tik turuvchi uchi o'tkir qurollarni yerga tashlashni va qochishni buyuradi. Bu qurollar fillarning oyoqlariga kirib, oldinga yurolmay qoladilar. Sohibqiron yana fillar tuyadan ham cho'chishini eshitgandi. Shunga ko'ra 100 ta tuyaning ortiga xashak bog'lab, olov yoqishni va oldinga haydashni amr etadi. Bu usul ish berib, bo'kirib kelayotgan olovli tuyalarni ko'rgan fillar filbonlarni uloqtirib, orqasiga qaramay qocha boshlaydi. Ortida turgan lashkarini yanchib, to'ptab tashlashadi. Shunday qilib Amir Temur hindlar ustidan g'alaba qozonadi.